Assalomu alaykum. Yaqinimga tabrik kanalining hurmatli kuzatuvchilari hamda muxlislari. Barchangizni bugungi Ramazonning va ro'zaning ilk kuni bilan hamda qolaversa bahor faslining 1-mart bahor faslining 1-kuni bilan barchangizni muborakbod etamiz. Hamda ushbu sanada tavallud topgan hamyurtimizning xonadonlariga ajoyib qo'ng'iroq bilan, kutilmagan qo'ng'iroq bilan tashrif buyurishga shay turibmiz. Aniqrog'i biz bir necha bor bog'lanishga harakat qildik, ammo u kishi bilan bog'lana olmadik. Va hozir yana bir bor urinib ko'ramiz. Sizlar bilan birgalikda. Alo. Alo. Oybek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'lommisiz? Yaxshiman. Ming bor uzr sizni kech bo'lganda bezovta qilganimiz uchun. Bezovta yo'q. Akajon, sizga rosa qo'ng'iroq qilib bog'lana olmadik va nihoyat biz buni uddaladik. Bugungi ayyomingiz munosabati bilan ayni damda biz sizga yaqinimga tabrik kanalidan qo'ng'iroq qilib bezovta qilyapmiz. Rahmat. Ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim oilangiz va jamiyatga sizni sevgan insonlar baxtiga sog'-omon yurishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Oybek aka, sizga ayni damda kim biz orqali ajoyib qo'ng'iroqni amalga oshirayotgan bo'lishi mumkin? Kim sizga tabrik yo'llayotgan bo'lishi mumkin? Ayni damda yaqinimga tabrik kanali orqali. Singlim bo'lsa kerak-da. Kimdan? Singlim bo'lsa kerak. Singlingiz yana kimlar bor? Yana kimlarni aytib taxmin qila olasiz aynan bugungi ayyomingiz munosabati bilan? Qahramon akam bo'lishi mumkin. Demak, faqat jigarlaringizdan, yaqinlaringizdan ajoyib tabrik kutasiz, shunaqami? Xuddi shunday. Oybek aka, bugungi ayyomingiz munosabati bilan sizni qolaversa kirib kelgan bahor faslining ilk kuni va ro'za Ramazon oylarining 1-kuni bilan chin dildan muborakbod etamiz. Hamisha ushbu ayyomlarda hamisha sizlar bilan g'oyibona diydorlashib yurish bizga baxtni hamisha nasib aylasin. Rahmat. Sizni bugun muborak ayyomingiz bilan qutlayotgan asosan ukangiz Tuvakov Toyirbek bo'ladilar. Musofirda yurgan ukangiz Toyir aka nomlaridan ayni damda ajoyib qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Rahmat. Ushbu tabrikka qo'shilishadi keliningiz Dildoraxon, nabiralaringiz Asadbek, Durdonaxon, Sevinch oylar, Asilaxonlar hamda ayolingiz Sarvinazxon, o'g'li Asilbek, qizlari Laylo, akasi Qahramon va yangalaringiz Yulduzxon opa, Niluffarxon singlingiz, Dilraboxon singlingiz hamda ukangiz Zoir Beklar nomidan, keliningiz Asaloyna nomidan ayni damda ajoyib qo'ng'iroqni amalga oshirmoqdamiz. Rahmat. Ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin. Siz uchun ajoyib she'r qoldirgan aynan ukajoningiz Toyir aka nomlaridan chiroyli she'rni o'qib bersam rozimisiz? Ishtamiz. Mening baxtim tilagan akam, tinsam boshim silagan akam, bolalikdan mehrini berib birga o'yin o'ynagan akam. Dadam kabi dadamdek bo'lgan, yomon kunda yonimda turgan, yoru do'stlar yo'qlamaganda bir kunda ming holimni so'rgan. Bitta qonu bitta jon akam, hammadan ham mehribon akam. Bir kunda ming holimni so'rgan, akajonim, jigarim akam. Yonimda siz yayrab ketaman, uzoq bo'lsa diydor kutaman. Allohimdan umringiz so'rab, boringizga shukr aytaman. Bitta qonu bitta jon akam, dadam kabi mehribon akam. Boringizga shukrlar aytib, akajonim, jigarim akam. Aynan mana shu chiroyli she'rni ukajoningiz Toyir aka nomlaridan qolaversa barcha yaqin jigarlaringiz nomidan o'qib eshittirmoqdamiz. Rahmat sizga. Arziysiz. Qani sizga Toyir akaning tabriklari yo'qdimi? Juda yo'qdi. Keling biz orqali ularga ajoyib tilaklaringizni qoldirsangiz. Ukajonim, rahmat senga. Uzoq yurtlarda ishlab yurganmisan. Insonning uyinga yetib, bolalar bariga yetib. Ilohim aytganingiz kelsin.
To'ylar qilsin, uylar qilsin, inshaalloh. nasib bo'lsa, Ilohim. ularga taklif qilamiz to'ylarsa. Inshaalloh albatta nasib aylasin bizga ham to'ylaringizda va ajoyib kunlaringizda xonadoningizga tashrif buyurish. Rahmat kattakon. Salomatlik tilayman sizlarga ham. Rahmat kattakon, sog' bo'lasiz. Ayyomingiz qutlug' bo'lsin. Akajon, sizga biz ham oilaviy tinchlik, totuvlik, yurtimiz tinch kunlarida mana shunday ajoyib kunlaringizda hamisha xonadoningizga g'oyibona tashrif buyurish bizga nasib roz aylasin ilohim. Rahmat, shunday Ilohim. Ukangizning chiroyli tilaklarini ajoyib she'r orqali biz sizga yo'lladik va umid qilamiz ajoyib tilaklar va chiroyli she'r sizga yoqdi degan umiddaman. Xursand bo'ldim. Yashang. Umringiz ziyoda bo'lsin bundanda. Kech bo'lganda yana bir bor bezovta qilganimiz uchun uzr so'raymiz. Yo'q, yaxshi, xursand bo'ldim juda. Rahmat.